natriy 3 XO4'da X elementi kalsiy bilan birikma hosil qilsa nechik bo'ladi formulasida turibdi. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Demak, bu -2 bo'lsa, bu +1 bo'lsa, minusda 8, plusda 3 bo'lsa, demak x darajasi +5 beradi. +5 bo'lgan bilan hozir bera 5 valent ekan, bu +5 bo'ladi ekan deb bilmaysizlar axir. Bir de kalsiy plus bo'ladi. +2 bor darajasi. +5 bo'lgan elementning darajasi, manfiy darajasi eng pastkisi -3 bo'ladi. Ya'ni bu 5-A gruppadan bu. 5-A gruppasi elementlari masalan fosfor bo'lishi mumkin, mishak bo'lishi mumkin. U kalsiy bilan birikma hosil qilganda -3 deb olamiz ekan shunda. Shunda bera 3, bera 2 bo'ladi. Ya'ni kalsiy 3, x2 degan birikmani olamiz ekan. Shunda S javob beramiz. Bir dana kalsiy 5 x2 deb qo'ydi. Chalg'itish uchun. Shu narsa xato hisoblanadi. Ikkinchi savol o'tamiz. Emmek parçalanganda azot bilan vodorod chiqadi. Demak, o'zi 1 mol emmek bo'lsa, 2x parchalanib, x azot, 3x vodorod chiqargan bo'lsa, uni keyin 1 minus 2x kalsa. O'rtacha molyar massasi qisqasi 10 bo'lganda buni 10 tengisilar x ko'paytirilgan 28 to'g'rimi? Azotdan bu x ko'paytirilgan 28 plus 3x ko'paytirilgan 2 plus 1 minus 2x ni ko'paytirasalar 17 ga. Bundan bilamiz 1 minus 2x x va 3x larning yig'indisini. Mana shunda 10 ko'paytirilgan 1 plus 2x teng bo'ladi 28x plus 6x plus 17 minus 34x. 10 plus 20x teng bo'ladi shunda 34x bo'ladi ekanda. Bu ham 34x bo'lib yuqori ketadi ekan shunda. Doğru. Shunda 17 bo'ladi ekan. Shunda 20x teng 17 dan ham 10 o'tkazsak 20x 7 chiqadi ekan. X topsangiz 0.35 bo'ladi ekan shunda. Doğru. X topsangiz shunda 0.7 bo'ladi ekan-da. Yo'q. Shunda 0.7 bo'lsa. X savol. Shunda 0.7 bo'ladi. Shunda найти какая часть desa necha qismi parchalandi foizda. Demak, unumini topish kerak bo'ldi-da. Unumini topishimiz uchun 0.7 molni 1 mola bo'lib 100 ga ko'paytirasizlar. Shunda 70% chiqadi. Siz javobni beramiz. Keyingi savol. Ava, zapisat turibmiz, lekin qatnashinglar darsda o'zindadan. Ko'risha vaqtlaringiz bo'lmaydi baribir. 3-chi savolga kelamiz. Использую следующие данные укажите число верных утверждений. Ya'ni chistosini so'rab turibdi, soni. Nima desa bo'lasizlar. Shu ma'lumotlar asosida bizlarga berilgan to'g'ri ma'lumotlarni sonini so'rab turibdi. Pastda ma'lumotlar berilgan, bunda jadval bor. Demak, molyar massasi XO2 deganning molyar massasi E bo'lsa, shundan H2 XO3 ning molyar massasini topsangizlar 2 plus X plus 48 bo'ladimi? Shundan ham buni X plus necha deb yozsak bo'ladi? 50 deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? X plus 50. Bir de E ning qiymati esa X plus 32 bo'lib turibdi. Shunda x plus 32 ning qiymati E ga teng bo'lsa, endi nechadamiz? Endi shu 2 ni
x plus 32'ye ko'paytirib, to'g'rimi? 2 ko'pmi? Shundan 46 ni olsak, x plus 50 chiqadi deb tutdi. Bunda 2x plus 64 minus 46 teng x plus 50 bo'ladi shunda. X plus 18 teng x plus 50 bo'ladi. 2x minus x teng 50 minus 18 chiqadi shunda. X topsangiz 32 chiqadi. Demak, bu SO2 bo'lgan, ham H2 32 massasidanmi? H2 SO3 bo'lganda. Mana shunday. Endi summa всех квантовых чисел для последних электронов x равно 2,5 dedi. Ya'ni x ni topamiz. Masalan, 6 bo'lsa, birinchi ma'lumot 16-element 2 8 6 bo'lsa, 3s2 3p4. Ana shunda 2 3 4-chi elektron. Oxirgi elektron shu bo'ldi. Bosh kvant soni 3. To'g'rimi? Orbital kvant soni 1. Magnetik kvant soni ml qiymati -1 bo'ladi. Katakni pastda -1, 0 +1 bo'lgani uchun ms qiymati bo'lsa -1 taqsim 2. Shunda bu 2,5 bo'ladi ekan. Masalan, qo'shib chiqsangiz, ya'ni 3 1 -1 ham -0,5 ni qo'shsangiz-da biz 2,5 chiqadi ekan shu yerdan. Bu gap to'g'ri ekan, birinchi gap to'g'ri. Bizga soni kerakdan chidan ekanligi. X встречается в состав stalagmit dedim. Stalagmit degan narsa bor, stalaktit degan narsa bor. Bu kalsiy karbonatda qisqasi. Kalsiy karbonatning ichida stalagmitda X bo'lmaydi. Ya'ni uglerod bo'lsa bo'lishi mumkin. Uglerodga o'xshab turibdi-da buni. Buni xato deymiz. Massa ulush XO2 dagi X ning ma'nosi, masalan, SO2 ning ichidagi massa ulush 6 ni topsangizda, X degan 6 bo'ldi-ku. 32 ni 64 ga bo'lganimiz uchun 1 taqsim 2 chiqadi. Bu gap to'g'ri. Molyar massa H2XO3 topganlaringizda buni molyar massasi 82 bo'lamoqi. 1 gram taqsim mol ham kamroq dedi nitrat kislota qaraganda. Nitrat kislotaniki 63 ku bu, to'g'rimi? Sizlarga yana shu karbonat kislota o'rgatib turibdi-da bu. Bu sulfit kislota, u karbonat kislotaniki 62 bo'laradi-da, shunga o'xshab turibdi, lekin u gap xato. Bizaki sulfit kislota. Shunda ikkisi to'g'ri ekan. Ya'ni ikkita ma'lumot, birinchi, uchinchi deganimiz ikki ma'lumot desizlar, B javob bo'ladi. Ana shunday. Keyingi gapni o'tamiz. Keyingi savol o'tamiz. Demak, четвертый savol. Укажите атомы и электронные конфигурации, которые соответствуют возбуждению состояния. Фтonni qo'zg'algan holatini. Ftorda ham bu D qavat yo'q. Yoddan chiqarmanglar, u qo'zg'algan holatda D qavat ochilmaydi. 3-da boshda hali 2s 2p bo'ldimi? 3 ta o'tib ketmaydi axir. Shu yerda qavatda bu qo'zg'algan holat degani 3s dan, masalan, ns dan np ga o'tadi yoki np dan nd ga o'tadi, yo bo'lmasam ns dan nd ga o'tadi, yo b ga o'tadi, yo bundan b ga o'tadi. Shunday bo'lsa, qo'zg'algan holat bo'ladi bu narsa. Qo'zg'algan holat. Qisqasi javob emas. Bu javobda xlordan neonda ko'tarib 3s2 deyishi bu asosiy holati bu. Qo'zg'algan holat emas, asosiy holati bo'ladi. Ya'ni 6-da 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 bo'lishi kerak. Shu 3p4 emas, 3d1. 3p3 3d1 bo'lishi bu giradi. Shuni olamiz. Xromniki bu noto'g'ri holat bu. O'zi xromda 3d5 4s1 bo'lar edi-da.
Bu qo'zg'algan bo'lib turmaydi. Bu bunday bir narsa emas. Unda qo'zg'algan holatda yoddan chiqarmoqlar uchun bir qavatda masalan 3s2 3p4 3 da 0 bo'lib turibdimi? Shu qavatlarda, ya'ni 3-qavatda o'zaro elektron chiqib kirishi mumkin. Birisidan birisiga o'tishi mumkin. Ya'ni bu yerda 4 elektron bo'lsa, shu bu yoqqa birisi o'tadi, ham bu yoqqa birisi o'tadi bo'lsa, shu bu yerda yetsa, yo'q bo'lsa, bu ham bu yerdan o'tsa, bu yerga kelsa, bu qo'zg'algan holatda qo'yiladi. Qisqasi shunda C javob ekan bu. 5-chi. Shu narsa chiqib turibdi buni. Reysada Reysa kalsiyonetron Pluton edi 14 ta katta kalsiyonetron elementga qaraganda dedi. Ya'ni bu elementga qaraganda buni Z bilan desak, Plutonning nomerini aytganda shunday qarab turib davr sistema bor. Necha ekan? Doksan to'rt ekan, ha? Yaxshi, 94 bo'lsa, neytron topsak Plutonning ichindagi 243 dan olasizlar 94 ni. 9 3 bo'lsa 139 bo'ladi ekanda. Bu yerga neytron soni shunda, ya'ni E dan Z navg'onlaringiz bo'ladi ekan. E dan Z navg'onlaringiz esa 139 dan ham dedi Plutonninki katta-ku bergan ekan. Sizga neytron Chem kalsiyon neytroni bu izotop elementga qaraganda, element neytroniga qaraganda, demak neytron elementdagi neytronlar soni esa 139 dan ham olasizlar 14 ni. 125 chiqadi shunda. Ya'ni E dan Z navg'onimizda. Ya'ni bu minus 14 desangiz, E minus Z teng 125 chiqadi. Keyin gapi bu alfani 2 ga 4 ta bo'lsak, birinchi tenglama 243 teng E plus 4x plus m bu 0 ga 1 bo'lsa, bu minus 1 0. E plus 4x plus 3 bo'lsa, bunda E plus 4x ham teng bo'ladi 240 ga ham 3 ni tashsak, keyin E ni topsak 240 minus 4x bo'ladi shunda. Keyingisi 94. 94 teng Z plus 2x minus 3. Bunda Z plus 2x ni topsak 97 bo'ladi. Z ni topsak 97 minus x bo'ladi. Ana n o'rniga qo'yamiz 240 minus 4x minus Z ni o'rniga 97 minus 2x. Bu ham 125 bo'ladi shunda. 240 minus 97 minus 4x plus 2x teng 125. Shunda minus 2x desangizda bo'ladi yoki 143 bo'ladi ekanda, unda 18 ga teng bo'ladi-da. X teng minus 18 bo'lib qoldim endi. Ko'payib ketdi. Nechikdir. Hozir 240 dan olamiz shunda 97 dan 143, undan ham olamiz 125 ni. 18 chiqadi ekan 2x. Qo'sa chiqqanda baribir shunday bo'ladi. Keyin x topsak 9 chiqdi. Unda 9 qo'ysak nechik bo'ladi ekan? Nadeti atomning massa desa
Bir dana atom massasi E deb topadik-ku. Shunda 240 dan olsak 9 ga bo'ladigan 4 ni 36 ni 204 bo'lib qoladi. Ozgina kamchiligi bo'lib qoldi shuni. X minus 3 bunda 226 desa to'g'riga minutni tekshirib ko'rgandan-da. Yadro reaksiyasida neutron soni plutoniyda 14 ta ko'p. Noma'lum element neutronga qaraganda deb turibdi, lekin ishlab bo'lmayapti bu savol. Menimcha bu javobi o'zi shunday bo'lsa kerak. Menimcha 204 degan javobni olsak kerak. Tamomda 204 chiqdi-ku. Shunday fikrlaymiz, bo'ldi. Shu keyingi savol keyingi savol o'tamiz. Undan 6 bilan 7 savollar. Oltinchi savolda xlor, ftor 3. Xlora 3 dona ftor bog'langan. Yana buni 7 elektroni bo'lsa, 2 elektron jufti bog' hosil qilishda qatnashmay qolgan. Bunda xlor x3 elektron juftdan 2 da bo'lamizdan 3 ga 2 ni qo'shsak 5. Bunda s+d da bo'lamiz gibridlanishini. Keyin ksenon ftor 4. Ksenonga 4 dona ftor bog'langan. Shunda yana buni 8-gruppa bo'lgani uchun xlor 7-A gruppasi. Shunda 7 elektron bor. Shuni 7 sini yozdik. Ksenon 8-A gruppasi. Bunda 8 elektron bor. Yani 4 seviyede bir de 2 juftisi. Bunda ksenon x4 elektron juftdan 2 desangiz s+d2 bo'ladi bunda. S+d bilan s+d2 dan hisoblanamiz. 7-savolda 50 gradus Celsius desak, vaqti berilgan bo'lsa, to'g'ri bo'yicha turibmizda gamma topish kerak. Masalan, 40 gradus Celsiusga qaraganda turibdi. 40 gradus Celsiusga qaraganda 30 gradusda dedi. Masalan, bunda x sekund bo'lsa, birinde 6 sekund ko'proq dedi. X plus 6 dedi. Bunda esa 2 sekund kamroq dedi. 50 sekund 50 gradusda. Gamma topishimiz kerak masalan. Gamma topishimiz uchun x plus 6 ni x nisbati kamaytirdik, to'g'rimi? Necha marta kamaygan topsak, x ni x minus 2 ga nisbatına teng bo'ladi. Shuni ishlasak ana x kvadrat teng x kvadrat minus 2x plus 6x plus minus ekan 12. Bunda x kare 2 ise 4x teng 12 bo'lib x teng 3 chiqadi shunda. Bir 3 bo'lsa, bir 9 bo'lib, bir esa 3 dan 2 ni olsak 1 bo'ladi. Demak 30 gradus esa 9 da tugagan bo'lsa, demak 9 sekundda tugagan bo'lsa, bunda 3 sekundda, bunda 1 sekundda tugatibdi. Endi 20 gradusda topish uchun 30 gradusda o'zi bu yerda gammani qiymatini topsangiz 3 bo'ladi-ku, shu to'g'rimi? Ya'ni 3 ulan nisbati gammaga teng bo'ladi-da o'zi. Ya'ni 9 ni 3 ga nisbati, 3 ni 1 ga nisbati. Gamma teng bo'lgan 3 ga teng bo'ldi. 30 gradus Celsiyda 9 sekund bo'lib turgan bo'lsa, gamma qiymati 3 bo'lib turgan bo'lsa, 20 gradus Celsiyda shunda 9 dan 3 ga ko'paytiramizda. Endi vaqt oshib boradi-ku, shunda 27 sekund bo'ladi. Ana shundan 27 sekund bajol. Vodorodda qo'shamiz yodni, chiqadi H yod. Konsentratsiya esa reaksiya. Tuzaltadigan komponentlarning zotlanishini Konsentratsiya yod чтобы 90% yod vodorod. Qaranglar, bundan yoddan 1 mol olamiz. Boshlanishini 1 molyarda. Ya'ni 2 molyar boshlang'ich sarflangan hosil bo'lgan muvozanatda bo'lsak, boshlang'ichini 1 deb olamiz yodni.
Bu nol doğru. Bunu bilinmez hali. Yodni 90% aylanadi dedi. Masalan 0,9 mol aylansa bundan sarflansa mana 1,8 mol hosil bo'ladi. To'g'ri? Bundan 0,9 mol yetadi. Bunda shunda 0,1 bo'ladi, bu 1,8 bo'ladi. Endi buni bilamiz, lekin buni qolgan x desak, bizda km berilgan. Km yani 36 teng 1,8 ni kvadrati taqsim x ko'paytirilgan 0,1 bo'ladi shunda. Demak 3,6 bo'ladi. X 3,6 x bilan 36 ni 0,1 ga ko'paysa 3,6 x bo'ladi. 1,8 ko'paytirilgan 1,8 ga teng bo'ladi. 3,24 bo'ladi. 3,24. X topsak 3,24 ni bo'lamiz 3,6 ga. 0,9 bo'ladi shunda x. Demak, bu qolgan 0,9 dan bu. Bu esa shunda 1,8 bo'lgan. Demak, bular olinish nisbatlari 1,8 ga 1 nisbatda olingan bo'lishi kerak. Esit olingan nisbatlar. Da javob bo'ladi. 9-chi savol o'tamiz. Rasto'r nitrat magniy massa 200 gram. 200 gram magniy nitrat eritmasi massoid dolyasi 44,4% bo'lgan. Kumush bir ftarit qo'shilgan edi. Magniy nitrati shunday qo'shilgan. Magniy nitrati masalan kumush ftarit. Bunda kumush nitrat bilan magniy ftarit chiqadi. Magniy ftaritda cho'kma bo'lishi kerak. Bo'lmasa reaksiya bo'lmaydi. Cho'kma bo'ladi, qarakkonga zarizam. Kalsiy ftarit cho'kmadi lekin точно. После полного завершения получен раствор ионов серебра в 4 раз больше, чем ион магний. Magniy qaraganda edi, masalan, kumush magniy nitratlari qolgan bo'ladi. Shunda edi. Magniy nitratda 8 mol topsa 100 dan 0,444 ga ko'paytirib bo'lamiz. 24 da 124 148 ga. 100 da ko'paytiramiz 0,444 da bo'lamiz 148 ga. 0,6 mol bo'ldi shunda. Bu 0,6 mol bo'lgan bo'lsa, shuni shartda endi x moli sarflandi, x mol bundan sarflandi, 2x bundan chiqdi. Keyin bundan y mol ortib qoldi. Keyin ishlatamiz. Magniy nitrat bo'lsa, ichida magniy 2 plus bo'lsa, y ning ichida kumush nitrat bo'lsa, 2x ning ichida 2x. Keyin aytib o'tdi. Kumush ionini magniy ioniga nisbati 4:1. Ya'ni kumush 2x magniy shunga nisbat 4:1 bo'lsa, 4:1 bo'lsa, y teng 4 y teng 2x bo'ladidan y ni topsak ekan shunda y teng 0,5x bo'ladi shunda. To'g'ri, y teng 0,5x bo'ladi. Bo'lmasa x teng 2y bo'ladi deb yozsak ham bo'ladi ekan. X teng 2y bo'lsa 3y teng 0,6 bo'ladi. 0,6 da 2y esa erishgan, y qolgan. Y ni topsa hozir shudan 0,2 bo'ladi. Keyin определите процентный концентрация фтарит серебра 1. Bu исходным dedi. Исход degan ishlar endi. Menimcha ftarit kumush ftarit degan tugadi-ku bu. Boshqa qolmadi bu yerda.
tugadi u. Oxirgacha reysga kirishib ketgan bo'ldi. Bu yerdagi moddamiz, ha. Shu modda. Shu modda. Shunda y dan chiqqan bo'lsa, 0,2 chiqqan bo'lsa, x shunda x teng 2 ko'paytirilgan o'xshatdi. Chatda endi chirishimiz kerak. Shunda 2 ni 0,2 ga ko'paytsak 0,4 bo'lgandan 2x deganimiz. Ha, boshindagi shu, to'g'ri. Ana shunday bo'ladi. Keyin aytamiz 0,4 bo'lgan bo'lsa 0,4 ni ko'paytiramiz 108 ga kumush tartib bo'lamiz-da asosini. 108 ga qo'shib 19 ni Xitoyni 127 ga ko'paytsak 0,4 ni 50,8 gram bo'ladi shunda. Keyin s foizini topish uchun kumush tarifni 50,8 ni bo'lasalar 100 ga ko'paytiramiz 100%. Shunda 25,4% chiqadi. Javob bo'ladi shunda. Bu javob bo'ladi degan. 25,4%. Mana shunday. Keyingi savol o'tamiz. 10-savol. X2 degan modda shuni parchalanadi ekan. Ya'ni suv bilan reaksiyaga kirishadi dedi buni. Suv bilan reaksiyaga kirishadi dedi. Yana какими могут быть x2 плюс и y minus. Isosiyalanadi. Ya'ni bu bunga qarab bilsa bo'ladi. Qarab bilsa bo'ladi. Suvda eriydi. Shu narsaga qarab. Bo'lmasa dissosiyalanmagan bo'ladi. Masalan, bariy ftarid qarash kerak, cho'kma bo'lishi mumkin. Keyingi narsasi bu metal passiv deb qarashimiz kerak-da. Bo'lmasa masalan kalsiy 2 plus ya bo'lmasam bariy 2 pluslar girishmaydi endi suv bilan reaksiyaga. Suv bilan girishda nima degani bu? Gidroliz degan maqsad kation bo'yicha gidroz o'tishamaydi-da. Bu kalsiy OH+ bilan 4+ ni chiqarmaydi bular. Bariy ham shunday. Suv bilan reaksiyaga girishib bariy OH+ larni chiqarishi uchun, shu reaksiya borishi uchun bu kuchsiz bo'lsa boradi. Shu reaksiya. Kuchli bo'lsa bormaydi bu. Qisqasi shu bu javobni o'rgatib mana. Sababi mis bilan temirni olgan bo'lsak, endi bitta temir bilan ftorni biriktirsangiz, bu kuchsiz ikkisidan ham bu to'liq gidroliz bu. To'liq gidroliz bo'lgandan keyin buni suvda yoki suyuqlanmada dissosiyalab bo'lmaydi. Endi bu narsa suv solingandan keyingina. Lekin mis xlorid deganimiz mis xlorid bo'ladi, shu ikkisini birlashtirsangiz, u dissosiyalanadi suvda. İkinci şartdan bacaranadi. Yani mis virüsünüz passiv metal bo'lgandan keyin suv bilan birikib mis OH+ bilan 4+ ni hosil qiladi. Qisqasi bu yerda o'rgangan omajlari bor. Shuni xulosalab ketmasangiz tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni qanday metallar bu qanday kation bidagi ko'rsatib qo'ygan nima narsa bu desa, suv bilan girishi bu gidroliz bu. Yoddan chiqarmang, shuni yozmang qo'ydilar, sizlarga tushunadi. Bidagi birinchi yozib qo'ygandan olingan ma'lumot bu suvda erisagina bu ne aytadi axir? Suvda erisagina shunday dissosiyalanib qoladi. Suvda eridon, kation bo'yicha gidrolizlanadi, toping desa,
Bular orasida masalan S javob chiqib ketadi, E javob chiqib ketadi. Bariy kalsiy kuchli bo'lgani uchun. Bu D javobda temir fluoridda ham modda yo suvda erimaydi bu, yo mavjud emas undan. Uni ko'rasizlar o'zlaringiz. Mana shunday. Keyingi savol o'tamiz. 11. Bu раствор demek. Полученный довольно азотный кислота, разбавленная соляной кислота. pH teng 2 dedi. Bundan vodorod yo'llarining konsentratsiyasini hisob olishunda 10⁻² bo'lib 0,1 bo'ladi. Aniyollarning konsentratsiyasi bo'lsa 0,9 ekan. Ko'rdingizmi? Shunday ma'lumot berib qo'ydi. Что обе кислоты полностью распадаются на ион dedi. Ya'ni ikki dona kislotadan dedi, полный ne aytgan, dissosiyalangan, yo'llari parchalangan. Числитель количества азотных кислот в этом molon toping nitrat kislotani dedi. Agar hajm 1 metr kub yoki 1000 litr bo'lsa, eritmani hajmi deb qo'ydi. Bu kitobni o'zbekchasini topasizlar, g'om emas. Faqat ertaroq boshlab turibmiz, olib natijasiga zakasat. Endi buni ishlasak chiqib bo'ladi. 100 dan 1 bo'lsa, qaraman. Nitrat kislota HNO3 to'liq dissosiyalangan vodorod plus bilan NO3 minusa. Sulfat kislota bilan to'liq dissosiyalangan 2 vodorod plus SO4 2 minus. Bu 0,009 bo'lsa 0,010 desangizlar ham bo'ladi. Shunda bu x bo'lsa bu ham x, bu 2 y bo'lsa bu y. Birinchisi x plus 2y teng 0,010. İkincisinde x plus y teng 0,009 bo'ladi. Atlaşımız y teng 0,1001. X teng 0,1008 bo'ladi. X degan nitrat kislota ko'p, to'g'rimi? Mana shuning bo'ldi. Bu konsentratsiyasi bor. Endi bizda umumiy ikkisi ham bir xil yetmadi-da. Получено добавление dedik, ana. Azotli kislota добавление qilindi. Nimaga desa, sulfat kislotani suyultirilganini qo'shildidan bular ikkisi birga. Ikkisi ham bir yetmadi bular. Shuning uchun ham mana mol topganlaringizdan nitrat kislotani smol yarimni bir yetmay ko'paytirib ko'rasizlar. 0,1008 ni ko'paytirasizlar 1000 litrga 8 mol bo'ladi shunda. Javob. Keyingi savol. Plus 5'ten plus 2'ye ötü doğru. Böyle 3 koysak mesela bo'lishi mumkin da shuni 3. Burası minus 1'den bu minus 2 bo'lsa minus 2 kısmı plus 1. Hozir boshqa sonlar qo'yiladigan beraga. Ishlasak buni. Bu yana plus 1 bo'lib turgan bo'lsa, shunda 2x minus 1 bo'ladi-da. Plusdan 2x minus 1 olgan. Yod minus 1'dan yod plusdan minus 1 o'tgan bo'lsa
2x elektron chiqaversa kerak, menimcha shunday bo'lishi kerak bu narsa. Elektron chiqaversa shunda 2x minus 1 bo'lib qolishi kerak shunda. Bunda beri ya'niki azotniki plus 5 dan plus 2 o'tganda 3 elektronmadi. Bu yoqqa 3 qo'yamiz, bu yoqqa 2x qo'yamiz shunda. 2x qo'yamiz, buradan 2x qo'yamiz. Vodorodlar shunda vodorodlarni bo'lish uchun beri x qo'yamiz. Shunda hamma koeffitsiyentlar 2x plus 3 plus 3 plus 2x plus x teng 26. Shunda 5x teng bu 6 bo'ldi, to'g'rimi? 26 dan 6 olamiz. 5x teng 20 bo'lib x teng 4 chiqadi ekan. 8 4 bo'ladi shunda. 4 ni top 4 dan. Endi sizlar buni javob qo'yib ishlasangiz ham bo'ladi. Masalan, aytasizlar h yod o chiqdi desangizlar, plus 1 o'tganmi? Buni minus 1 dan plus 1 o'tsangiz 2 elektronmi? Keyin beri 2 qo'yib ko'rasizlar. Tekshirib 2 bu yoqqa 3 qo'yiladi. Ko'rsangizlar almashtirib unda chiqmaydi 26 masalan. Sizlar shunday deb qo'ysangiz 26 chiqadigan javobi topsangiz bo'ladi. Lekin bunda xato ishamanglar. Bunda ishlatib xatolashmanglar. Bunda ishlatib to'g'ri ishlasangizlar ham bir deganda chiqadi, lekin javob ko'rganlaringizni. 13-savol o'tamiz. Bromid shelosniy metal dedi. Ya'ni bir valentli metalning bromidi ikki qismga bo'lindi. Teng qismga bo'lindi. Равный ikki qismga bo'lindi. Разделим. Первый часть birinchi qismi suyultirildi, so'ngra esa rastor bo'ldi, elektroliz. Birinchisida ham suyuqlanmasini elektroliz qildik. Bunda metal bilan brom chiqadi. İkincisinde vodorod, brom, metal OH çıkar. Breton'la kat ediyoruz. Bu yerda masalan baribir ham x chiqishi kerak-ku. To'g'rimi? Bunda esa x kerak. Bromni molini topsak şuradan 3200 ni bo'lamiz 160 ga. Shunda 20 bo'ladi. X ning 20 bo'ladi. X ning 10 bo'ladi shunda. 10 mol vodorod chiqqan, 20 mol metal chiqqanda shunda. 160 teng 20 ko'paytirilgan n plus 10 ko'paytirilgan 2 desak. Doğru? Şimdi bu bak, yani 10 ko'paytirilgan 2, bu esa 20 ko'paytirilgan n. Katodning massasini ichida ko'pdi, 160 gramda ko'p mahmunda. Katodda chiqqan moddalar zo'r masalan, 160 teng yana 20 n plus 20. 20 n bo'ladi shunda 140 bo'lib, n topsangizlar 7 chiqadi. Demak, bu litiy massasi bo'ladi shunda. Javob. Keyingi savol. Вещество X представляет собой бесцветный газ. Характерный резким запахом. O'tkir hidli, rangsiz gaz namoyish qiladi deganda, представляет degan shuni bir ko'rsatadi. O'zi shuning gazda, qisqasi X modda. Атмосферная плотность gaz X argoni равна 1,6 demak, D argon teng 1,6 bo'lsa, X gazni molekula massasini topsak, X ni 1,6 ni 40 ga ko'paytiramiz. 64. Bu SO2 bo'lishi mumkin-da, shu yerdan bir fasila ketadi. В присутствии катализатора X
kislorodom dedim. Ya'ni SO2'ni kislorod bilan oksidlasak, katalizator ishtirokida SO3 chiqadimi? Shuni Y deb turibdi. Bir topqosozlar bir yetaveradi, tushunasizmi? Taxminimiz bizani. Который при растворении воды образует сильную минеральную кислоту К dedi. Ya'ni который при растворении воды qaysiki suvda eritilganda deydi. Ya'ni SO3 ni suvda eritamiz-ku, Y ni. Suvda eritganimizda edi. Сильный kuchli kislota sulfat kislota hosil qilamiz, mana shu kislota K bo'lib turibdi. При взаимодействии К с поташем dedim. Ya'ni K, ya'ni K degan sulfat kislota potash bilan reaksiyaga kirishsa, potash bu kaliy karbonat. Bunda kaliy sulfat chiqadi, to'g'ri? Plus ana suv bilan SO2. Bunda suv tuz chiqadi deb qo'ydi. L tuz, L degan tuz, 3 kaliy sulfat. Natriy suv molyar massasi X bu 64. K deganimizni molyar massasi 98. L deganimiz esa 174. Shuni qo'shamiz 64, 98, 174. 336 bo'ladi ekan. Qo'shsak 336. Tushundingizmi uni? Bir narsani buni bilmadingizmi? Bu narsani bilmay qolasizlar. Представляет собой dedi бесцветный gaz. U бесцветный gaz, это rangsiz gaz va o'tkir hidga ega. Xarakterli hidga, shu bilan xarakterlanadi o'tkir hidi bilan. Keyin molyar massasini qarab turib bir taxminlaringiz bo'lishi kerak, qisqasi. Bo'lmasa boshini tutib olmasangizlar, orqa tarafini xohlagan bir narsa kirishi mumkin reaksiyaga. Katalizator bilan bir dona SO2 kirishmaydi-ku, o'ylanib qolasizlar keyin. Shunchani 8 ni o'qishimiz kerak, 8 da bor shu narsa. Hidi bor, katalizator bilan girishi bor reaksiyaga, keyin kuchli kislotalar bilan girishi, qilib hamma reaksiyalar bor shuda o'tgan. Yaxshi o'tishadi ekan. Anorganika deyishdi masalan. Он beshinchi savolda какой сорт возникнет? Надо нейтрализовать дигидро и гидроксид натрия. Что получить, dedi? 1-2 gram digidro и 426 gram gidrofosfat natriy. Neytralizovat desa hosil qilib parchalar neytrallanishi kerakda. Masalan, buni endi biz bunday tushunishimiz kerakda. Natriy o'xshash bo'lsa, shuni neytrallasak fosfat kislota bilan bundan digidrofosfat chiqsin. Digidrofosfatdan H2 bo'ldi. Natriy digidrofosfat. Bu natriy va kalsiymi farqi yo'q ularning. Bizlar fosfat kislota bilan ishlaymiz faqat. Natriy H2 fosfat kislota bilan qo'shganimizda natriy gidrofosfat chiqsin dedi. Shuni tenglashtirib bersak bo'ldi bizga. Masalan, 1:1 2:1 bo'lsa, bu yerda 1 suv chiqadi. Bu yerda 2 suv chiqadi. Va 1:2 bo'lsa, o'z molyar massasi 120 ekan. Bu 98 ga topsangizlar 0.98 chiqadi. Bergisi esa 426 ga 142 bo'lib turib 98 bo'lgan bo'lsa 29 4 chiqadi. 494 chiqadi. Umumiy fosfat kislotani topsangizlar 0.98 ga qo'shamiz 294 ni. Demak, bizlarga fosfat kislota kerak deb qo'ydim. Fosfat kislota qo'shamiz, natriy OH, natriy digidrofosfat chiqadi. Natriy OH fosfat kislota qo'shsak, natriy gidrofosfat chiqadi. 1-2 gram bo'lsa, olingan bu digidrofosfatimiz 120 ga nima chiqadi ekanda o'zi? Natriy deb qo'ydim. Bunday yozib qo'ydi ekan axir. Bizlar ahamiyat yo'q deb o'tiribmiz buni. Natriy deb yozib qo'ydi ekan. Neytralizovat deb qo'ydi. Neytralizovat degan natriy OH neytrallash uchun deganda u. Boshqa yo'li yo'q. Biz ham shuni yozgan ekanman. Men kalsiyni yozsam ham bo'ladi deb o'ylabman bu yerda. Massa barisam deb bo'lmaydi. Yana bir yeri bor.
Sabab bizlar ham bu dihidrofosfatlarning massasini berib qo'ydi. Bu natriy bilan boshqacha chiqadi moli, kalsiy qo'ysangiz yana boshqacha chiqadi. Qisqasi natriy qo'yish kerak faqatgina. Ana shu natriy qo'yib yozgan ekanmiz. Shu bilan topildi proporsiya orqali. Shuni to'rtga yozsalar. Shunda da mana общий bunda 0,98 gram, berganda 2,94 gram bo'lsa, общий 3,92 gram bo'ladi. To'g'rim yodim и fosforim dedi. Низкий temperatura dedi. Vodorod bilan girishadi, yod bilan girishamaykan, ko'ramiz fosfor. Baza. Для йодированной соли используется соль kaliy yodid. Yodlangan osh tuzida kaliy yodid ishlatiladi dedi. Bu narsani ham bizlar точно aytib berib qo'yamiz. Bu ion gidroksionik kislorod будет двувалентный dedi. Ya'ni gidroksionik kationi bor, qashshoqli shunda kislorod valentini to'tidan sizlar 3 valentli bo'lgan oxirida shuni 2 deb yozib qo'ydi. Shuning uchun bu 3-ni chiqaramiz точно. Endi 4 ikkisidan bor ekan. 4 doğru gap ekan. 5% spirt dedi. Раствор йод dedi. Yani спиртовый раствор йода yani используют в качестве кровоостанавливающих средств. Yani qon to'xtatuvchi vosita sifatida ishlatiladi dedi. Yaxshi u gap to'g'ri demas, boshqa iloji yo'q. Endi ikkinchi gap ham to'g'ri axir. Yodlash uchun, tuzni yodlash uchun kaliy yodid ishlatiladi. Kaliy yodid yoki kaliy triyodid dedi shu. Kaliy yod 3 ta ham modda bor. Bir esa uni tutibdi, yod bilan girishamaygan dedi. To'g'ri. Reaksiya fosfor bilan girishamaykan degan. O'ylanish kerak. Ko'rish kerak buni qisqasi nazariy savol ekan. Yo 1,4 yo 2,4 dan endi. Belki 3-chi aniq chiqib ketadi ekan. Shunda mana sizlarning sinidlarda hamma shu testlarda 2 javob qaytadi, shundan keyin uni qarash kerak hech qilib. Shuni kitobdan ozgina qarash kerak shuni. Menimcha buni shu bir sam to'g'ri tutib ko'ramiz buni. Topib qo'yasizlar o'zlaringiz yaxshi bir qidirib ko'ramiz hali yotma uchun o'qib turganmiz, to'g'ri uchun o'qiganmiz. Keyingi 17 savol. Через 4 minut raствор yodid kaliy prostol достаточно количество gaz ozon dedi. Kaliy yodiddan ozon o'tkazsak kaliy gidroksid, kislorod, yod chiqadi. Este caso esto permanente kaliy pirasolinan Vida gaz kislorod chiqdi. Как у газа остается перорейс dedi. Nikal permanganatni molini topishimiz kerak. Shuning gazini olib beradi u bizlarga. Yuqoridagi reysda chiqqan kislorodda yeni kislorod olish uchun chalib kaliy permanganat deb parchalanish kerak. Qiyin emas, kaliy yodidni molini topamiz. 415 ni 0,4 ga ko'paytirib bo'lasizlar 39 plus 127 166 ga 415 ni ko'paytiramiz 0,4 ga bilan 1 mol ekanmiz. 1 mol bo'lsa bu 0,5 bo'ladi. Bu 0,5 bo'lsa bu 1 mol bo'ladi. Bundan kaliy permanganatni massasini topsak 1 ni 158 ga ko'paytiramiz. 158 gram bo'ladi. Shunda 1 molni so'ragan ekanda, molni. 1 deb javob berasizlar, shunda siz javob bo'ladi. Keyingi savol. 18-chi. Magnitniy железняк turli nazvaniyalari bor ekan bu. Pirit, buriy железняк dedi. Bu bizlarga notanish bo'lsa kerak yo'q bu gaplar. Hammasi Гематит, лимонит, сидерит, железный шпат. Bu gapni to'g'rilagan. На какой стройке таблица верно приведен второй название вещества. Yani to'g'ri berilgan dedi. Verno degan to'g'ri berilgan dedi. Moddalarning ikkinchi nomlari. İkinci nomlari masalan moddalar.
Bu limonit, siderit degan temir karbonat bo'ladi-da bu. O'zi moddalar karbonatlar shpat deb ataladi. Temirni shpat desa to'g'ri. Limonitdan temir o'chog'si ko'paytgan suvada magnitni, железный. Magnit temir tosh dedim. Yo'q, ishlarga xato. Ikkinchisi xato bo'lsin. Na 3 to'g'ri bo'lsin. 2 xato bo'lsin. 3 to'g'ri bo'lsa 2 javob bor ekan. 1 3 3 4. Pirit, buriy, железный. Ya'ni buriy degan nima edi? Temir kuyindisimi edi? Temir qisqasi bu gap ham xato bo'lsa kerak yo'q. Shu tematitni yana bir nomi qizil temir tosh bo'lishi kerak yo'q. Qo'ng'ir temir tosh, qizil. Qisqasi shu 1 bilan 3 bo'lsa kerak bundan. Bitta bir o'ylanib turibmiz temir mavzusida. Bu 9-sinfda. 9-sinf bo'yicha ozgina qidirib ko'rsangizlar chiqadi qisqasi. Keyingi nazariy savol. Dokuzuncu savolda gidrit alüminiy va kalsiy karbonat. Gidrit alüminiy bo'lsa, alüminiy gidrit deydi. Alüminiy H3 bor, uni modda yozmadi ekan shoxacha. Kalsiy karbonat 46 gram растворил разбавленный серной кислота. Shunday aralashmasi umumiy 46 gram ekan. Shunda ularga 27 30 bo'lsa, bu 6 bo'lsa, 40 bo'lsa, to'g'ri gap boradi ekan. Yaxshi, keyin shuni sulfat kislota qo'shdik. Turgan sulfat kislota alyuminiy sulfat bilan vodorod chiqadi ekan. 1 3 qo'shsak 6 6 bo'lib, 1 3 qo'yam, 6 vodorod chiqadi ekan shunda qarasangizlar. Birgina sulfat kislota qo'shsak, kalsiy sulfat bilan suv so'yib chiqadi ekan. Vodorod bilan so'yikni o'rtacha moliya massasini topsak, 0.94 ni 20 ga ko'paytirasizlar. 808 bor. Undan keyin bu 2 ga 44 bo'lib 1808 bo'lsa, 44 ni olamiz, 1808 ni 25/2 bergisi 1608 bo'lib, ikisidan 804 ta bo'lsangizlar 3 chiqadi ekan. Buni molni 3x desak, buni molni 2x desak, bergidan 2x bo'ladi. Bu 0 x ni o'zi bo'ladi ekan. Shunda 30 ni ko'paytiramiz. X plus 100 ni ko'paytiramiz. 2x teng 46. 230x teng 46 bo'lsa, x teng 0,2 bo'ladi. Qolsa gidrit alyumin deydi, ya'ni 0,2 mol bo'ldi. Shuni massasini topamiz. Yo'q, molni topamiz, 0,2 mol. Keyin alyuminiy H3 ni molni topsamizlar 0,2 mol bo'ladi shunda. Javob. Keyingi savol. Lukasa dedim. Каждый спирт, который быстрее вступает в реакцию с реактивом Лукаса. Лукаса, Лукас реактивы. Manimcha Lukasa degan Lukas reaktivi. Uni topish kerak. Lukas reaktivi. Nima ekan?
H xlor ekan, Lukus reaktiv ruh xlorid ishtirokida. Reaktiv Lukus degani H xlor proba Lukusa dedi. Bu boshqacharoq reaksiya ekan bu. Uni xlor chiqadi deydidan tushuntirib qo'yibdi ham shu yerda. Первичныйларда, ya'ni birlamchi spirtlarda kirishmaydi ekan. Ikkilamchi spirtlarda reaksiya 5 minut davomida bo'ladi ekan. Tretishniy, ya'ni uchlamchi spirtlarda, benzil spirtlarda, allil spirtlarda esa reaksiya 1 minutdan kam vaqtda bo'ladi ekan. Shunda bir de uchlamchi spirtni olamiz. Bir dona javobda uchlamchi spirt bor. Bu javoblaringizda buni belgilaysilar bu javobda. Ya'ni shunday moddada bo'ladi. Keyingi savol o'tamiz. 21-savol. CnH2n+1 COO natriyga qo'shasalar natriy OH. CnH2n+2 chiqadi, alkan chiqib natriy karbonat chiqaradi. Bu aytiladi Dyuma reaksiyasida. Shu yerda alkanni molni bar ko'tda topsa bo'ladi. 896 litr bo'lsa, 22 4 ta bo'lsangiz 0.4 mol. Bu 0.4 bo'lsa, bu ham 0.4 bo'ladi shunda. Moliya massasini topamiz. 804 0.4 ta bo'lsak 96 bo'ladi. 14 plus 1 plus 44 plus 23 teng 96 bo'lsa 4 plus 24 68 teng 96 bo'lib 14 teng 28 chiqadi. Endi tafsilotlar shurda 2 bo'ladi. Shundan ham CnH2n plus 2 dan alkanimiz C2H6 bo'ladi-da shunda. C2H6 yana C javobini olamiz. Bu molekula gamolog benzol, числа sigma связь va dest shest qisqasi 6 marta katta ekanda pi bog'larga qaraganda. O'zi benzol gamologlarida umuman har qanday necha bir pi bog' bo'ladi bu yerda aniq 3 dona pi bog' bo'ladi, to'g'rimi? Shuni sigma bog'lari shuni nisbati 6 ga 1 ekanda. Sigma bog'larni topishimiz kerak. Sigma bog'larni topishimiz uchun 6 ni 3 ga ko'paytirasizlar. 18 bo'ladi. 18 sigma bog'ini 6si halqada yetadi. 12 bog' esa 2 bog' nerga ketadi shunda? Tashqarida. Masalan 1 2 3 4 5 6 desak, uni ham 6si ketadi. Vodorod yetsa 6sini vodorod yetsa, kalan 6si radikalda yetishi kerak masalan. Shunday deb yozsa bo'ladi. Keyin birisini yana bunday deb yozsa bo'ladi. Shunda umumiy shu moddada 18 sigma bor shu vodorodlarni ko'chirsan hozir shuni. Ya'ni bu dimetil benzollardan 4 izomeri bo'ladi buni. Orta meta para ksilol va etil benzol degan moddalar bo'ladi. Bu umumiy 8 ugleot deydi. Lekin shuni izomerlarni so'rab turgan uchun bizga 4 izomeri bor deb bo'ladi. Javob. Yaxshi ekan savollari. O'ylantiradi bir boshqacharoq narsalari bor orasida. Lukus degan reaktivni aytib o'tdi bir narsa. Agar u gaplar avval ekan. Shu narsani yurtdan ikkisini
Keyingisi 23-savolda gidrit va karbid kalsiy dedi. Ya'ni kalsiyni gidritni, kalsiyni karbidi. İkisinin massasi 29,6 gram. Ular ikisida eritildi. H-xlorda eritsak, kalsiy xlorid bilan vodorod chiqadi. Bunda bo'lsa, kalsiy xlorid bilan astiren chiqadi. Yigirma ikki to'rtta platinum который пропорционат вычислите объем доли водород при этом выделились газы, которые пропустили над платиновым катализатором, да? Şuradan Bunda bu yerda ham bo'lsa 2H6 chiqadi deb olaverasizlar o'xshaydi menimcha. 1 mol gaz chiqqan bo'lsa bu yerda, bu 2 mol bo'lsa, bu ham shunda 1 mol bo'ladi deb olsak, balkim yo'q. Chiqadi endi bu. Конечно, газовый semestr bu yerda barq o'tadi. Конечно, газовый semestr vodorodni bor ekanda, ob'yomda. Demak, vodorod bu yerda qolgan. Buni x desak, buni 2x desak, bu ham x bo'ladi, bu y qolsin. Shurada. Umumiy ikisi 1 mol bo'lsin. Bu yerda bu 2x plus y bo'lsa, bu x bo'lsa, bu ham x, biriga esa x plus 0,5 y bo'ladi shunda. Mollari x plus 0,5 y mol kalsiy gidritni ko'paytirasizlar 42 ga. X esa ko'paytirasizlar 64 ga teng 29,6 ham. Keyingisi x plus y teng 1 bo'lsa 42x plus 21 plus 64x teng 29,6. 106 x plus 21 y teng 9,6 bo'lsa, x plus y teng 1 bo'lsa. 106 21 ko'paytirib olib tashlasak, 85x teng 1/21 bo'lsa 8,6 bo'ladi ekan. 106 bo'ldi. 42 deganda 21 1 bo'ldi. X 2x x teng 0,1 chiqar ekan. bo'lsa 0,9 bo'ladi. Ko'payib ketdi bu. Обработали избытком соляной кислоты, при этом выделились который просто над платиновым катализатором dedi. Eritrit. Qolgan savollarni keyin davom ettiramiz buni. Keyingi darslarimizda. Bir necha bo'lganlarni atayinlab, Gulbot shapka mashinalarni ham PDF-ini tugatamiz.